Misal, vaqt nima bo'lamiz deganda biz bir bexod ham gallan millatga aylanib qolamiz. O'zining ijtimoiy illatlariga nisbatan, o'zining kelajakdagi taqdiriga nisbatan ijtimoiy oqibati yaxshi bo'lmaydigan ba'zi ifodalarni ko'rgan vaqtda uningga ko'ngil bilmaslik, shuni tugutishning ko'ydi bo'lmasligining o'zi nihoyat cho'ng xatarlik bir xil ro'yxat. Bu tushkunlashgan ham gallanlashgan jamiyatda bo'lgan ifoda. O'zini yanılab turadigan jamiyat, takammullashgan jamiyat qanday bo'ldi deganda o'zidagi barliq illatlarga nisbatan shunday sezgir turdi. Buni sizlar Sovet ittifoqi davrida O'rta Osiyoda taqalgan bir latifa ekan, shuningdek his qilsanglar bo'ldi. Yahudilar badanining ma'lum bir yerda ozroq normalsizlik ko'rilsa, darhol doktorxonaga bordi ekan. Ruslar og'irg'andili bordi ekan. O'zbeklar, qozoqlar, qirg'izlar ular holat ketib, endi bo'lmadi, endi men doktorga bormasam o'rnimdan turolmadim deganda bordi ekan. Demak, biz qozoq, qirg'iz, o'zbeklar bilan qarindosh qildik. Bizdimi ashlarda bor illat, bexudlik, gallanlik o'xshashlar bor. Bizmi ular holatga yetgan vaqt anadagi o'yg'indigan shunday bir milliy psixikaga ega. Ham biz bu milliy psixikaga ega deb buni qonunlashtirib olsak, mutlaqlashtirib olsak bo'lmaydi. Buni tunugankanmiz, mushu jihatdagi ojizligimizni hal qilishning, buni tugutishning yoki tuzitishning yo'liga kirsak bo'ldi. Shunga milliy ma'rifimizni ko'rib olgan aqida krizisi bizning ma'rifimizning intayin yomon ijtimoiy oqibatga duchor qiladi. O'zimizni ko'rilayotgan mushu aqida krizisini hal qilishning yo'liga va ko'yiga kirmasak, kelgusida kimni qurbon beramiz deganda avlodlarni qurbon beramiz. Siz o'zingizning bolasini millatning umum bolasi bilan bir mavqega ekilib turib tafakkur qila olsangiz bu masalaning tugini nishalaysiz. O'zining bolasini yaxshi ko'rmaydigan odam bo'lmaydi. O'zining bolasini yaxshi ko'rish hammadan qo'ldan keldi. Boshqalarning bolasini yaxshi ko'rish ma'rifchilarning qo'ldan keldi. O'zining bolasini yaxshi ko'rish maqtang'idek, hayron qolg'idek, havas qilg'idek ish emas. To'xtoshqandan tortib jilanchaylargacha ashlarni o'zining bolasini yaxshi ko'rdim. Shunga men o'zimning bolasini yaxshi ko'rmay, voy tatliq bolam oq ko'k deb kelsangiz, bu normal ish, ammo bunida maqtanig'idek hech qanday xayr yo'q. Siz bir ma'rifchi bo'lsangiz, cho'qim boshqalarning bolasini o'zingizning bolasining taqdiri ko'ngil bilganda, ko'ngil bilib yaxshi ko'ra olsangiz, anandekin sizdagi ma'rif aqidasi o'yg'anda deb aytish bo'ladi. Hozircha deganda shaxsiyatchilik kuchayib ketdi. Har kim o'zining oilasiga ko'ngil bildi. O'zining bolalariga ko'ngil bildi. Men bu o'g'limga kimning qizini olib beraman? Men bu qizimni kimning o'g'liga beraman degan mandaq bir hisob kitobni hech kim xayoliga keltirmaydi. Shu vaqtda albatta kishilar o'zaro uchrashib qoladi. Siz ko'ngil bilmagan bola sizga kuyov bo'lib qoldi. Siz ko'ngil bilmagan qiz sizga kelin bo'lib qoldi. Ana shu vaqtda sizga sapasiz bir kelin, sapasiz bir kuyov kirsa, andan keyin bu ma'rifga aqidasizlikning dadin shu vaqt tatisiz. Shunga har qanday ahvolda biz boshqalarning bolasini o'zimizning bolasi deydigan bir anglab turg'izishimiz kerak. Odamni asos qilishning birinchi qadami bolalarni o'zining bolasida ko'rishdan boshlandi. Bundan 100 yillar ilgari Amerikaning John Dewey deydigan bir mutafakkiri Demokratizm va ma'rif deydigan bir kitob yozgan. Ash kitobda u qanday bir ko'z qarashni o'tirib qo'ygan deganda bir madaniy jamiyatning eng ro'shan ifodasi nima desa, avlodlarga ko'ngil bilish ifodalandi degan. Bir jamiyatni madaniyatlik deb aytishga bo'ladigan jamiyatni nimaga asosan belgilaymiz deganda, uningda mashinalarningki markasining esilligini yoki ayollarining nur kiyib o'lchamaydigan. Shu jamiyat avlodlarga yetarli ko'ngil bilalasa madaniy jamiyat bo'ldi, bo'lmasa madaniyatsiz jamiyat bo'ldi degan. Jungo jamiyatida avlodlarga ko'ngil bilish to'lim yetarsiz. Bolalarga ko'ngil bilish yana bekto'yan jungoliklarning. Uyg'urlarning texmi tugan. Bizningki idoraning keyinda bir Xanzu maktab bor. U maktabda u rayon Uyg'urlar ko'proq o'ltirishgan rayon bo'lg'achqa bolasini Xanzu maktabda o'qitadigan ota-onalar bor. Shular bilan bu maktabdagi Xanzu o'quvchilarga Uyg'ur o'quvchilarning nisbati asosan degidek teng. Men ko'p ballarni shu maktabning oldida o'tib qolaman. Bir kuni maktabning oldidan o'tib o'tgan vaqtimda kelsam ikki o'qituvchi tanitib, matrab turibdi, yana ikkisi atrab turibdi. O'quvchilarni darvozadan chiqib, bexatar yo'lga chiqib piyoda o'tayotgan kishilarni to'sib turibdi. Men borgandan keyin chiptada to'xtadim, kuzatib turdim. Endi jipning o'tiribdimi bir top odam bor, matribdimi bir top odam bor. Yo'ldan dukur qilib bolalar o'tyapti.
Men de hech qanday bir g'ayrilik ko'rinmadi. Ammo udilimdagi biraylan oxir chidab turamidi. Yeshi 30larda bor bir bola ekan. Bu balalar avliyomati deblatlik jipning tagidan bo'ynin silibligini to'ngizdek ma'lum o'tib ketdi. Bu qanday aqida deganda u avliyomati degan gipining o'zi har qanday bir so'z muayyan madaniyat oq ko'rinishga ega. İnsanlarda bo'lsin, sizlar birlari bilan yoki bir to'p odamlar bilan mayli to'yda, mayli avtobusda, mayli ishxonada, mayli qator joyda bo'linglar, paranglashgan vaqtlarda odamlarning qaysi so'zni ko'p ishlatganligi, qaysi temaga bekrak ko'ngil bo'layotganligi, mushunga asosan odamning ro'yi holatini, tarbiyalanish alohidligini, qiziqish xohishini bilgan bo'ldi. Ba'zida to'xtamay unvonning gapini qilgan odamlar unvonning gapini qildi. Ba'zida pulning gapini qildi. Ba'zida kiyim-kechakning gapini qildi. Ba'zida yumorning gapini qildi. Ba'zida mushu naqsh qo'shoqning gapini qildi odamlar. Demak, u ashunki o'zining ma'naviy tuzilishini ashaddan namoyon qiladi, o'zining so'zidagi qaysi so'z, qaysi iboralarni ko'p qilish orqali. Endi bola ayda bular avliyomati, bola degan avliyomati deb o'tgan vaqtida uning avliyomati degan gapi bizga bir uchurni yetkazdi. U qanday uchur deganda bizning tariximizda shu mazoi mashoyixlarga pir avliyolarga cho'qinishdek bir xatolik 600-700 yil davom qilgan. Ay Sayyidi xalqini gumron qilgan aqidimi dal shu. Uningdan keyin aqtag'li xo'jalar, qaratag'li xo'jalar degan bu xo'jalarning ko'rishimi shu avliyo murshidlarningki, xo'ja inshollahninki ko'rish. Sizningki jamiyatingizga mushundaq bir xato ideya 5-600 yillab hukmronlik qilsa, sizning so'z iboralaringiz ashunday narsa kiritadi. Shuningla bolaning o'zi hozir bir ishonni, bir pirni, bir avliyoni ko'rib boqqani yo'q. Ammo uning qinida, u cho'ng'olgan muhitda ham ota-onasidan kelgan ashundaq bir udum bor. U nima deganda avliyoni cho'ng bilish, so'pi inshollahni cho'ng bilish. Şun balalarni faqat cho'ng bilgisi yo'q uning. Bular avliyomit deydi. Bu uningki nadonligimi yoki ilg'orligimi deganda tipik nadonlik. Biz boya Jon Devining gapini dedik. Balalarga ko'ngil bildigan jamiyat, madaniy jamiyat, madaniylikning eng zo'r ifodasi ana shudir. Unda qolganda biz dal mana mushu nuqtani bizning ma'rif aqidamizni to'g'rilaydigan birdan-bir ko'rsatkich yoki bo'sish ag'izi deb tanlashimiz kerak. Bizningki o'qituvchilarimizda hozirlashga tegishli ma'rif aqidasining birinchi qadami mening balam xalqning balasi o'xshashda mening balam deydi. Yoki o'zining balasini yaxshi ko'radigan odam hammadamga o'rtaq xususiyat edi-ku, hammadam o'zining balasini yaxshi ko'radi. Ammo boshqalarning balasini yaxshi ko'rish bu ma'rifchining xislati edi. Shunga bir ma'rifchiga aylanish undan oson ish emas. Odatda bizningki hozir o'qituvchilar qo'shini bek zo'r qo'shin, bek keng qo'shin. Bu qo'shin deganda 200 mingdan ortiq Uyg'ur o'qituvchi bor Shinjongda, men bilishimcha. Bu 200 mingdak Uyg'ur o'qituvchi, shu asos ma'rifda. Bu salchaqlaydigan qo'shin emas. Buningdan agar bu qo'shin o'zining rolini unumli joriy qildira olsa, bizningki avlodlarimizningki sifat va safosida odamni hayron qildig'idek o'zgarish barliq keldi. Ammo mushu qo'shinning o'zining sifat safosida qanchalik? Gap mana mushada. Odatda o'quvchilarni mening balam deyiladigan yoki o'quvchilarni odamni asos qilish nuqtasidan, avlodlarga ko'ngil bo'lish nuqtasidan tarbiyalamaydigan bir o'qituvchi har qancha bilimli bo'lsa-mu, uning ish unumi shunday to'g'ri bo'ldi. Siz darsxonaga kirib, dars munbirda o'zingizning kasbiy qobiliyatingizni har qancha namoyon qilsangiz-mu, qalbingizda avlodlarni so'ydigan, bolalarni so'ydigan bir muhabbat kam bo'lsa, ish unumingiz ko'ngildagidek natija bermaydi. Ammo muhabbatli bo'lib, qobiliyat, iqtidor bo'lmasa, yana bu muhabbatmi kuchga aylanmaydi. Shunga o'qituvchida bir pedagogda bo'lishga tegishli eng muhim sifat uningki avlodlarni suyishdagi muhabbati bilan ularni tarbiyalashdagi yuksak qobiliyatining berkishlik ifodalandi. Mushu avlodlarni tarbiyalashdagi yuksak qobiliyat, ya'ni kasbiy qobiliyat bilan ularni suyishdak, shunday bir ulug'vor hissiyot ashlarning qalbida birlashmasa, bu muallimdan mangu pedagog chiqmaydi. Bizning maktablarimizda kasbiy qobiliyat yaxshi muallimlar haqiqatan bor. Ular xili bor.
layoqatsizlarmi xili bor. Ammo bizni eng afsuslantirdigini avlodlarni suyish jihatdagi o'zini beg'ishlash xarakterli muallimlarningki intayin kamchilligi. Bundaq muallimlarni biz 10% atrofidan tasavvur qila olmaymiz. Butkul Şinjan'ningki Abnum rayonimizning milliy ma'rifida, shu Uyg'ur ma'rifida o'zini beg'ishlash ro'yidagi avlodlarni suyish tipidagi mushundaq muallimlar 10% chiqamdi desa, uningga ishonch bilan birdim degan olmaydi. Chunki Abnum rayonining har qaysi tarmoqlaridagi, har qaysi joylaridagi o'qituvchilar bilan biz ko'p paranglashib turamiz. Ular bilan paranglashgan vaqtda ularning qiziqishi, so'z iboralari, harakati, havaslari bular bizni nurg'un uchurlar bilan ta'minlaydi. Mush uchurlardan biz nimaga erishamiz deganda ularningki ma'rif aqidasining allburun mo'gdab qolganligini his qila olamiz. Uxlab qolgan ma'rif aqidasi. Ular ma'lum kasbiy qobiliyatga ega bo'lgan bilan o'qitishga nisbatan muayyan qizg'inlik bo'lgan bilan pedagoglarga xos bir xil sifat safodan xililjiroq. Biz bir nuqtani eslab qo'yishimiz kerak. Buningdan 80 yillar ilgari Mamtil Efendi 3,5 yil maktab ma'rifi bilan shug'ullangan. 33 yoshdan tortib 37 yoshgacha 3,5 yil maktab ma'rifi bilan shug'ullangan. 3,5 yil ma'rifchi bo'lgan odam bugungi kunda bizning o'qituvchilarimizning nazarida, jamiyatdagi kishilarning nazarida qanday odam desa, ma'rifchi desa, birinchi bo'lib odamning ko'z oldiga keladigan bir munavvar ulguga aylandi. O Uyg'ur yangi ma'rif harakatining bir mashiliga aylandi. O odamdagi umumiy xislat nimada? O'sha odamdagi umumiy bilim. Masalan, kasbiy qobiliyatdagi umumiy bilim shu qadar yuqorimida, hozirgi bizning o'qituvchilarimizda o'sha Mamtil Efendi'da bor bilim qurilmasi yo'qmi deganda mumkin emas. Mamtil Efendi necha qatli o'tadigan bilim qurilmasiga ega o'qituvchilar bizningki ma'rif sohamizda bor. Ammo Mamtil Efendiga o'xshash dit bilan ham uningga o'xshash ulug'vor g'oya bilan o'zini beg'ishlaydigan o'qituvchilar kim bo'lyapti hozir? Eng cho'ng narsa mana shu. Mamtil Efendi 34-yil kuzdagi bir qatimliq ommaviy yig'ilishda shu vaqtdagi ma'rifni xohlamaydigan eksiyatchi hukumatni nazarda tutib turib nima deganda omini bir kuni 10 pullik qo'g'ishini mening jinimni oladi, men shu kunni kutaman degan. Men omini o'ldirilganligini bilsammi, ammo bir kun yashasammi, bir kun shu bolalarni tarbiyalash, millatni nodonlikdan qutuldirish harakati bilan, faoliyati bilan shug'ullanaman degan. U o'zininki oqibatining nega bordiganligini bilamdi deganda biladi. U shundoq bilib turib, nima uchun o'zini o't qo'radi deganda ma'rif aqidasi degan shunday narsa. Endi bu Mamtil Efendining haqiqatan 3,5 yildan keyin maktab hayotini ma'rifchilik bilan shug'ullanib 3,5 yildan keyin eksiyatchi hukumat o't ko'dirib o'ltiradi. Endi hozir bizning muallimlarimiz ma'rifga o'zini beg'ishlasa o'ltirilamdi yoki maydasi gul taqiladi. Albatta uning unvoni o'sidi, maydasiga gul taqiladi. Uning obro'yi inoat oshidi, tashviqot faoliyatlarida uning ish izlari tashviq qilindi. Demak, davr o'zgardi. Ma'rifchilar bo'lgan sharoitmi o'zgardi. Hayotingizni xavf kuchirtiradigan emas, sizning obrazingizni, nom sharifingizni ko'taradigan mushundaq muhit shakllandi. Bu jamiyat davr o'zgargan turliq biz nima uchun o'zimiz mushundaq bir xil yaxshi imkoniyat ostida o'zimizningki qalbidagi nayt ulug'vor orzularimizni amalga oshirishga jinimizning baricha fidokorlik ko'rsatmaymiz. Demak, bizning ma'rif aqidamizning suslab ketganligini mushundan ko'rib olgan bo'ldi. Bizning ma'rif aqidamiz haqiqatan suslab ketdi. Har kimda o'zini beg'ishlaydigan bir ruh bo'lsa, bahramand bo'lishni emas, beg'ishlashni istaydigan bir ruh bo'lsa, u vaqtda bizning ma'rifimizning hayotiy kuchi kishini suyundiradigan, ma'rifimizning sifati kishilarni hayron qoldiradigan bir yuksalishga yetgan bo'ladi. Hozir dal biz mushu jihatda kishini endişe saldıgan bir milliy krizisga duch keldik. O'qituvchilar maktabning darvozasidan lag'aylab kirib chiqib shu usulda o'qituvchi bo'lavermaydi. Darsxonaga chiqib, bolalarni muayyan dars o'tib qo'yib, bir soatni to'shqasildan o'qituvchi bo'lavermaydi. O'qituvchilar odatda bek muntazam bo'lmagan ko'z qarash yoki prinsip bo'yicha qancha bo'lindi deganda bizningki nazarimizda faqat 2 yilda bo'lindi.
Biri o'qituvchilik kasbini jon boqishninki vositasiga yoki qurolga aylantirib olgan fursatparast jonboqda o'qituvchilar. Bular qanday o'qituvchilar deganda maoshchi tipidagi o'qituvchilar. Yana birisi maktabni o'zining qimmatini amalga oshiradigan, xalqqa, jamiyatga, millatga xizmat qilishning bir muhim fursati bu deb biladigan, munbarni o'zining hayotini ma'nilik o'tkazadigan bir sahna deb biladigan mandaq o'qituvchilar. Bular haqiqiy ma'rifchi tipidagi o'qituvchilar. Shunga maktabninki darvozasidan kirganlarning hammasini biz o'qituvchi demaymiz. Ularning ichida atalmish o'qituvchilar bor. Shunga siz ma'rifchi tipidagi o'qituvchimi yoki maoshchi tipidagi o'qituvchimi, buni har bir o'qituvchi o'ziga savol qo'yib, o'zining amaliyati va ro'yi tuzilishi, ya'ni ma'naviy tuzilishi bo'yicha o'ziga bir diagnoz qo'yib chiqishga tegishli. Har qanday bir o'zgarish, har qanday bir yangilash odamning o'zini o'zgartirishdan va o'zini yangilashdan boshlanadi. Hozir bizning muallimlarimizda o'zini yangilash, o'zini o'zgartirish xarakterlik urinish nayt kamchil. Hamma narsani boshqalardan kutadi yoki o'zini boshqalarninki o'lchim bo'yicha o'lchaydi. Siz bir muallim degan mandaq bo'lish kerak desangiz, men unchalar kuchab nima qiladim, boshqalar qanday bo'lsa men shu deydi. Demak, o'zingizninki qadr qimmatini boshqalarninki tarozisida o'lchaydigan bu xil holat nimadan darak beradi deganda, bo'shanlikdan darak beradi. Tushkunlikdan darak beradi. Odam al-qatori yurishga o'sha qatordan qolmayli o'ssam bo'ldi. Har qanchalik qilsam, men shunchalik kuchsam, shunchalik o'zimni bag'ishlsam, shunchalik kuch qolsam bo'ldi degan ko'z qarash bu g'oyasiz yoki aqidasiz odamlarning gapi. G'oyasi namrat odamlar mushundaq dasmini cho'ng bilib yashayverdi. Mening boshqalar bilan karim yo'q. Men boshqalar tushkunmi, o'zini bag'ishlash ro'yiga egami, ular o'ginimda bo'z o'ginisi yaxshi. Ammo men o'zimga qattiq talab qo'yishim kerak. Men bo'lishim kerak deydigan mushundaq bir ideyani har qanday odam o'ziga bayroq qilib tiklay olsa, o'zining o'zlik yangini ash nuqtada uyg'ota olsa, bundaq odamninki o'zgarishi ham keyingi kunlarda alohida natijani qo'lga keltirishi muqarrar. Yana dunyoda tirishchanlik deydigan bir xislat bor. Tirishchanlikdan iborat mushu xislat bo'lsa sizda oldingizga qarab, nishoningizni to'g'rilab bir iz bo'yicha, bir aqida bo'yicha taymay mingiversangiz tirishchanligingizni amalga oshirib. Oxirgi hisobda shu tirishchanlikdan bir kollektivning, bir qo'shinning tirishchanligidan qanday ijtimoiy oqibat kelib chiqadi desa, biz hayron qolgudek ijtimoiy oqibat kelib chiqadi. Dunyoda tirishchan millatlar sifatida yaponiyaliklarni, germaniyaliklarni, yahudilarni haqida misol oladi. Yaponiyaliklar buningdan 140 yil ilgari dunyodagi shu qadar kuchga ega yetakchi millatlarning qatorida davom etdi desa unda emas. 11 sharqning galvon millatidir. Yevropaliklar kelib ularni bo'zaq qilgan, qoymoq to'g'an, hatto yevropaliklar kelib ashlarninki qirg'oqlarda, Yaponiyaning qirg'oqlariga kelgan vaqtda ularninki qop-qora kiyimlariga qarab hayron bo'lib ketgan. Ular bilan paranglashishdan qo'rqib ketgan. Ularninki kiyinish to'riqlariga qarab shunda g'alitlik his qilib ketgan bir nodon odamning qiyofatini to'liq oshkorlab ketgan. Demak, 140 yildan buyongi Yaponiya nim bo'ldi deganda, bugungi kunda cho'ng fan-texnik davlatga aylandi. Cho'ng iqtisodiy davlatga aylandi. Hozir u dunyodagi nihoyat kuchli bir davlatlarning birisi. Endi u agar aqlli bo'lsa, ular yaponiyalik bo'lib yaralgandan buyongi necha ming yillar mobaynida aqlli bo'lsa bo'ladi. Amaliyotda aqlmi muhim, eng muhim narsa tirishchanlik. Bir millat, bir qo'shin o'zining tirishchanligini odatga aylantira olsa, to'xtamay tirishadigan bir odatni amalga o'zining odatiga aylantirib ketsa, uzoq bo'lmagan kelgusida bu jamiyat, bu millatning qiyofatida odamni hayron qoldiradigan o'zgarish borliq keldi. Biz o'qituvchilarni boya jangchi dedik.